Bobur. Bobur. Bolamning bolasi. Nevaram. Kim bu askado? Ye, Sobir bobo? Ye, Sobir bobo. Siz o'zi menga askado qildingizmi? Askado emas, aksado qildim. Nimadir qildingiz-da bobojon, lekin odamni qo'rqitdingiz. Bobojon, nima gap? Bu qayerda yuribsiz? Siz o'lmaganmidingiz? Haliyam shu ishni qilmoqdamisan? Ha, shu yerda ishlayapman, nasibaga yarasha biznescha. O'qisang bo'lmaydimi? Menga no'xat kerakmi o'qish? Bobojon, ishchim zo'r. Siz nimaga keldingiz? Nimaga bobur deysiz? Xullas, senga juda ham ko'p miqdorda meros qoldirganman. Что? Meros. To'xtang, какой meros? Meros. Bobojon, sizni oching menga, sizni oching, bobojon, ketmang. Siz kim, hokimiyatdanmi? Boburbek, sizmi? Ne Boburjon? Xullas, Bobur, sizga juda katta miqdorda meros qoldirilgan. Ya qancha miqdorda shu? Qancha miqdorda? Hozir o'm bermasmish, o'm tush bermasmishmi? Nima bola? Hozir bobo kirdi. Bilmayman, men bilan yuring. Ya boraman, qayoqqa boray? Gap yuring. Qayoqdan taksida boramiz. Siz beni qayoqqa olib keldingizmi? Chorsu bozorimi? Xuddi o'zi. Chorsu Gold Center. Bu muntazir, bu qasrmi akajon? Ama tushundim. Menga meros mana moshinchami? Akajon, mana shu Nexia 3 ni menga bobom meros qilganmi? Yo'q, boboy sizga Chorsu Gold Centerda meros qilib qoldirgan. Seriozmi? Mana shu qasr mengami, akajon? Sizga. Zer, a moshincha kimga? Mashina xaridorlarga aksiyada o'ynalyapti. Kim agar Chorsu Gold Centerdan tilla olsa, mashinani yutish imkoniyatiga ega bo'ladi. Zo'r o'ylabsizlar. Bugundan boshlab bu yerda men xo'jayinmi? Bunaqa o'yinlarni ko'proq qilinglar. Kerak bo'lsa g'olibga mashinani o'zim topshiraman. Yozing buyruqda. Xo'p. Davaychi. Ya o'zi ochilyapti-ku. Men pasportim yo'q. Sizga pasport shartmas, xo'jayin? Ama xo'jayinman-ku. Nimaga bu kiramas? Yo, meni jo'ram-ku bu. Sen jinnimisan? Jo'rajon, eshitdim, merosli bo'lsa, otam o'rnida otam bo'lgansan, onam o'rnida ona qaz. Bunaqa payt otang bo'lib qolaman, ha? Sigaret so'rasam bermaysan-ku? Jo'ra? Ha, yer, hazil, yer. Akajon, shu tilla do'konlar hammasi mengami? Sizga. Bu nima bu? Shohruxxon konsertiga biletmi? O'ynaladigan mashinaga chipta. Ha, yo'q, opajon, assalomu alaykum. Bu tillalar tillami, originalmi? Original voy. Bujiteri emasmish qilib. Majlisolliklar daqqa. Men senga va'da bergan boyliklari mana men seni tillab ko'raman. İstesang bu falakdan oyni olib beraman, yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaymi? Ya akajon, Gavhar, Fanon, bular katta zavodlar-ku. Bular ham mendan do'kon olganmi? Olishgan ha. Ye, zina yuriyapti aka, men aytib qo'yay, yuriyapti. Wow! Akajon, buncha chiroyli bu yer. Bazebek shebin. Ya, tushunmadim. Bu nima qiliq? Nimaga bu do'konlar bo'sh? Bu do'konlarga tadbirkorlarni endi chaqiryapmiz, xo'jayin. Endi shuncha bechoralar ko'chada sovuqda tilla sotyapti. Obkar do'konda savdo qilsin. 2 oyligini tekin qarendasini. Bu nima joy bu? Bu yarmarka. Yarmarka bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda boshqa viloyat tilla bozorlarini o'zimizga jalb qilamiz. Jalb qilinglar, Samarqand, Buxoro, Vodiydan chaqir. Qilish kerak, ishlash kerak bolalar. Ko'ryapsanmi? Mendan chiqadi, ha? Ancha aqllisan. Ha, nima qilyapsan, dedimi? Mana ilonchani ko'ryapsanmi? Buni qaynonamga beraman. Mana kobrani ko'ryapsanmi? Buni xotinimga beraman. Xotinim kobrada. Mana qurbaqani bitta o'pkinda bu anunga aylanadi. Malikaga. Ha, aka, bular tillami? Gonkongda ishlab chiqarilgan brilliant mahsulotlari. Voy, brilliant! Xo'jayin, mana siz ofisingiz. Men hozir kofe olib kelaman. Davay, tezroq. Cappuccino bo'lsin. Menga nigor. Bir ikkita sekretarkacha aytmaymizmi, ha? Beraman desa bir pasta bo'lar ekanda. Kechirasiz. Familiyangiz nima edi? Parpiyev? Ming bor uzr, tushunmovchilik bo'libdi. Meros Pardayevniki ekan. Biz adashibmiz, mana. O'zimiz chiqamiz, ya.
bunaqa tush ko'rgan. Men qayerdan bilan tushimga bobom kirdi. Meros dedi. Jo'ra odam siqildi, bitta sigaret ber. Sigaret? Ha. Kimsan? Yana ana yuzing ochildi. Ana qarab tur, men mana ichkaridan bilet o'g'irlab chiqdim. Mana shu mashinchani yutay, keyin sen bilan gaplashaman. Otam o'rnida otajonim. Muncha 200 lamachisan. Umuman sen bilan gaplashgim kelmayapti. Sen o'sha shaharga kelib o'zgarib bo'libsan. Sen ota-onang nima umidda jo'natgandi? Sen bu yoqqa yigit top deb jo'natganmi? O'zgarib qolganingni shunda sezdim. Basharangni qara, bo'yab olganingni qara. Evet, shumi topganing, shumi? Seri bashara, turq tarovatini qara, basharasi ham yo'q buni. Bobur bunaqa iltimos. Qo'y, bitta qiz uchun jalkan. Qo'yma, ahlam qiladi. O'zgaryapti-da qizlar. Endi qizlar o'zgarib ketdi. Kim meni xotinimni yomon dedi? Meni xotinim Tillo. Men ularni ichimga olishmayman. Oyijon, dadajon, sizlarga katta rahmat. Sizlarni deb yaxshi xonadonga mana ichkiyo bo'lib tushdim. Men mana zinadan chiqyapman. Soatim qanday zo'rmi? Mana menga jannatim qaynadan soat sovg'a qildilar. Kuyov, bojangiz bilan tezroq mebel tanlaylik, uyga ketamiz. Mani qaynatam istiqbol ideal mebel do'koniga olib keldilar. Bu yerda mebellar juda ham zo'r. Faxriddin, sen kuyib o'l, dushman. Sen bunaqa mebel do'konga hech qachon kela olmaysan. Oyijon, dadajon, bu yerda mebellar juda ham sifatli, yumshoq, mazza qilib yotasiz. Hozir xotinim ishdan keladilar. Ular kelsa, ularga ham mebelni ko'rsataman. Mana bojam bu yoqqa keling. Bular mani bojam, biz jo'ra bo'lib qoldik. Uyalmang. Uyalmang. Bular mani bojam, bular ham ichkiyo. Istiqbol mebel do'konida 3 millionga ham spalni garniturlar bor ekan. Faxriddin, dushman, sen kuyib o'l, 3 millionga ham sen ola olmaysan. Sen hech qachon ichkiyo bo'la olmaysan, men senga aytsam. Mana bu mani bojam, biz bojam bilan biznes qilmoqchimiz. Bu yerda mebellarni optimga ham berar ekan. Mana bojam kamerada uyaladi, ichkiyoligidan uyalmaydi. Oyijon, dadajon, mana biz mebellarni oldik. O'zlari 12 ta viloyatga dastavka qilib berar ekan. Faxriddin, dushmanim, bilaman ichingda yonyapsan, kuyyapsan, battar bo'l. Agar senga ham do'kon kerak bo'lsa, mana qo'yliq massiv 5 ta joylashgan, kelaverasan. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Bye bye.